Assalomu alaykum Hoshid og'a. Yaxshimisiz? Allohga Yaxshi shukr. dam olyapsizmi sanatoriyamizda? Juda yaxshi. Qalay, sharoitlar yoqyaptimi? Ha, sharoit juda yaxshi. Qayerdan keldingiz? Xorazm viloyatidan keldik. Mashalloh. Qalay, fikrlaringiz sanatoriyamiz haqida? Sanatoriyangiz juda yaxshi ekan. Mhm. Oldin narigi tomonda sanatoriyada bo'lgandik. Aha. Uni ham ko'rib keldik. Bu yer undan ham chiroyli ekan. Birinchi marta kelishingiz, a? Bu yerga birinchi kelishim. Mhm. Ishchi xizmatchilarga katta rahmat. Mhm. Yaxshi kutib olishib, shirin so'zli, yaxshi kutib olishdilar. Aha. Yotoq joylarimiz ham juda yaxshi. Mhm. Yaxshi. Ovqatiga gap yo'q. Xohlagan ovqatingni berishadi, shuni yeyman desang. Xohlagan lichenalaringiz bor. Lichenalarga Foydasi bo'lyapti. foydasi juda katta bo'ldi. Qayerdan ko'rib keldingiz bu sanatoriyamizga? Tavsiya qilishdimi? YouTube'dan Ko'rdingiz. YouTube'dan ko'rdim. Xo'p, YouTube'da ko'rdingiz. O'sha aytilgan videodagi gaplar, sharoitlar, tozaligi, ovqatlar hammasi rostmi? Rost. Yolg'on narsa Yo'q, yolg'on gap yo'q. Hammasi rost. Shu nadagi ko'rganimdek hammasi yaxshi ekan. Hammasi bor. Ishchi xizmatchilarga katta rahmat. Juda yaxshi. Allohim umrlarini uzoq qilsin, rizqlarini qilsin. Mhm. Ular chaqasini rohatini ko'rsinlar. Borib Sizlarga Xorazmlarga katta- tavsiya qilasiz? Albatta. Tavsiya qilaman. Juda yaxshi. Tavsiya qilaman. Bu yerdan 5 kun bo'ldi og'riq qolmadi. Mhm. Juda yaxshi. Ichine kirish nimalarga ham o'zlari ishchi xizmatchilari juda shirin so'z, yaxshi muomaladalar. Xorazmchasiga sizlar ham kelinglar sanatoriyam. Sanatoriya Ha. juda ham chiroyli. Sizlar ham kelinglar sanatoriyaga. Sanatoriyamiz yaxshi ekan. Bu sanatoriya lichenalar ham yaxshi. Juda yaxshi. Dam olishmalar ham yaxshi. Ishchi xizmatchilari rahmat. Umrlarini uzoq, rizqlarini mo'l, Allohim ularni o'z farog'ida asrab tursin. Shuning sizlardan tavsiya qilaman, shu yerga kelinglar. Salomat Yaxshi. bo'ling. Yaxshi dam oling. Hammangizga salom.